Buni qarang. Turganda bir boshqacha san'at asari, yurganda haqiqiy yana bir maxluqqa aylanadi. Aynan mana shu modelni yon tomondan qarasangiz ham, orqa tomondan qarasangiz ham barday dersiz. Yonidan burano kachoq buqalar bor-ku, aynan o'shanga yomon o'xshaydi-da. X6 ni ishqozlari. Ya'ni shu mashinani haydashni orzu qilib, niyat qilib yurganlar bo'lsa, inshaalloh hammaga yetkazsa. Hamma ham birdaniga puli ko'payib ketib qolib, bittada bosib yubormaydi agar boyi farzandlari bo'lishmasa. Juda ko'pchilik, tashti 90% odam o'zi mehnat qilib 5 yil, 10 yil, 20 yillab tinimsiz mehnatdan keyingina olishadi. Tez boyib ketaman deb o'ylamang. Tez boyib ketsangiz, ishoning, birpasda sinib qolasiz. Timmi hozir kasbingizni zo'r qilib, inshaalloh bu mashinani bir deganda olasiz. BMW X6 M Competition qilingan BMW X6 40i 3 litr turbina